Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'rurmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komiteti raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiri Ömer Qanat, Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abbaslardan tarkib topgan Uyg'ur hay'ati 22-iyundan 23-iyungacha Washingtonda chaqirilgan 8-navbatlik Tibet parlamentarlar birligining yig'iniga qatnashish jarayonida ko'plagan yuqori darajalik arboblar bilan va dunyoning har qaysi allaridan kelgan parlament a'zolari bilan keng doirada uchrashish va suhbat ilib berib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rəhimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida ma'lumot berish fursatiga ega bo'ldi. 22-iyun kuni Dolqin Aysa boshchiligidagi Uyg'ur hay'ati mazkur yig'inga qatnashgan Amerika Davlat Majlisining raisi Nancy Pelosi xonim, Hollywoodning dunyoga donliq kino cho'lpini Richard Gere, qisqartirilgan nomi NED deb atalgan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondining prezidenti Damon McWilson, Tibet sürgün parlamentining raisi Rahib Galan Khenpo Sonam va Tibet sürgün hukumatining bosh ministri Pempa Tresinglarni o'z ichiga olgan ko'plagan arboblar bilan, shundoqla har qaysi ellardan kelgan parlament a'zolari bilan ayrim-ayrim uchrashib suhbat ilib bordi. Tibet Dünya Parlamentarlar Birligi har qaysi davlatlarning parlamentlaridagi Tibet masalasini qo'llaydigan parlament a'zolaridan tarkib topgan bo'lib, bu navbat chaqirilgan yig'inda Tibet masalasi bilan birga qanday qilib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish masalasimi yig'inning asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim 21-iyun kuni Amerikada boshlagan va bir hafta davom qilgan xizmat ziyorati jarayonida yana Amerika hukumatining munosabatli organlarining mas'ullari bilan keng doirada uchrashish ilib boradi. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining muavin raisi, Hudson Aqllar markazining oliy tadqiqotchisi advokat Nuri Turkal apandimning 21-iyun kuni Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining raisligiga tayinlanishi chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni cheksiz faxrlantirdi va alohida söyindirdi. Har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilarimiz va avam xalqimiz turli ijtimoiy taratqular orqali Nuri Turkal apandimga qizg'in tabriklar yog'dirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Nuri Turkal apandimning bu sharafli vazifaga tayinlanganligini qurultay nomidan qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga, chet elga hijrat qilib chiqqandan buyon o'z xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish uchun tinimsiz kurash qilib kelgan va Uyg'urlar masalasining Amerikadagi taraqqiyot uchun zo'r to'hfalarni qo'shgan Nuri Turkal apandimning bundan keyingi xizmatlariga muvaffaqiyat tilaydiganligini bildirdi. Nuri Turkal apandi 2020-yil mayda Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim tarafidan Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlangan tunji Uyg'ur amerikalik bo'lib, u 2021-yil 15-iyun kuni Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komiteti muavin raisiga tayinlangan va 2022-yil mayda qayta tayinlangan edi. U yana Davr jurnal tarafidan 2020-yillik dunyodagi ta'siri kuchli 100 shaxsning biri. Bayliq jurnal tarafidan 2021-yillik dunyodagi ta'siri eng kuchli 50 rahbarining biri bo'lib baholangan. Amerikaning Indiana shtatiga joylashgan Notre Dame universitetining qonun instituti 2021-yil 28-iyun kuni tunji qatimliq Notre Dame diniy erkinlik mukofotini ayni vaqtdagi sobiq Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkalga taqdim qilgan edi. Uningdan boshqa Nuri Turkal apandi Amerikaning tashqi siyosiy ta'sir ko'rsatadigan tadqiqot organi bo'lgan Hudson Aqllar markazining oliy tadqiqotchisi va tashqi munosabatlar kengashining a'zosi qatorliq vazifalarni o'tagan bo'lib, Amerika hukumatining Uyg'urlar munosabatli muhim qarorlarni elishida belgilik rol o'ynab kelgan. U Hudson Aqllar markazida aktiv faoliyat ilib berib, ko'plagan siyosatchilar va mutaxassislar bilan Uyg'urlar masalasi to'g'riliq suhbat o'tkazgan. Qachish yo'li yo'q nomli kitobini nashr qilib, Xitoydagi irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak masalasining amaliyoti butun dunyo duch kelayotgan masala ekanligini anglatgan va xili kuchli ta'sir qo'zg'agan. Nuri Turkal apandim 21-iyun kuni Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining raisligiga tayinlanganligi munosabati bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida o'zining rais bo'lgandan keyingi hissiyotini ifodalab mundaq dedi. Amerikanınki qanchalik bir rangroyi dunyoga kelgan juti davlati qaramay, qobiliyatiga, tajribasiga va xizmat istikiga qarab turib, xizmat tayinganligini yana bir qitim to'nib yetdim. Hamdalika inglizcha bir gap bor, this only happens in America deydigan. O'ylab beqing. Men bunday his qilishdan sababim men Qashqarda tug'ilib cho'ng'igan bir Uyg'ur farzandi. Ko'chman bo'lib keldim, o'qidim, Amerikan vatandosh oldum, endi hozir Amerika hukumat amaldori oldum. Men buning hammasi qadam-qadam tirishchanlikning natijasi deb ko'rsakmi bo'ladi. O'xshash vaqtda shu davlatning sistemasining qanday sog'lomligini ko'rgan bo'ladi. Endi buni men tunji shu hissiyotimni so'rdingiz, hissiyotim hamda o'zimni burun erkin inson his qilgan bo'lsam, hozir shunchalik bir ta'lilik inson his qildim. Shundaq bir muhitda, shundaq bir hukumatga
müştaq bir xalqqa xizmat qilish fursatiga erishganim uchun bir ko'chman bo'lsammi, bir ezilgan millatning farzandi bo'lsam, bir qirg'inchilik uchratgan millatning farzandi bo'lsammi, mush Amerikada shunday qadr qimmatga erishganligimdan o'zim yomon ta'liylik his qildim va baxtli his qildim raskamni qilsam. Uyghur məcburi əmkining oldini olish qonuni 21-iyundan boshlab ijro qilingandan keyin Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi məcburi əmgak bilan chetishliqi bor deb bekitgan mollarni tutib qilish uchun jiddiy harakatga o'tgan. Buning ichida Sharq Turkistondan keladigan paxta va paxta mahsulotlari eng zo'r salmoqni egallaydi ekan. Muhafazachi to'rining xabarida aytilishicha, mazkur qonunning yo'lga qo'yilishi Amerika va boshqa davlatlardagi kiyim-kechak korxonalariga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatdi ekan. Chunki dunyodagi paxtaning 20% Xitoydan keldi ekan. Xitoydagi paxtaning 80% Sharq Turkistondan chiqadi ekan. Dağlıq kiyim-kechak korxona mas'ullarining bildirishicha, Sharq Turkiston paxtasining mol ta'minlash zanjiri nihoyat keng ekan. Paxtani chigitdan ayirgan chaqda har qaysi joylardan keladigan paxtalar bir-biriga aralashib ketgachga, uning nadin keladiganligini oson ayirg'il bo'lmaydi ekan. Shundaqdimi hozir paxta to'qimchilik mahsulotlarining tarkibini tahlil qilib, uning kelish manbasini aniqlaydigan texnik shirkatlari blok zanjiri, ya'ni blockchain va aqli iqtidorli iz qo'g'lash texnikasi orqali dağlıq mahsulotlarning mol ta'minlash liniyasini tekshira oladi ekan. Trust Choice şirketi məsulunun bildirishicha, dağlıq markalar öz məhsulotlarına Sharq Turkiston paxtasının aralashib qolmaganligini isbotlash uchun shu paxta chiqadigan joydan tortib mahsulotga aylanguchi butun mol ta'minlash liniyasiga oid sonliq ma'lumotlarni ko'rsatish kerak ekan. Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonuni ijro qilinishga boshlagan 21-iyun kuni Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nicholas Burns Yevropa, Yaponiya, Kanada va boshqa davlatlardagi 51 shirkatning mas'ullari bilan ko'rishib, ular bilan Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonunini ijro qilish masalasi haqida maxsus suhbat olib borgan. Amerika Davlat Majlisi Avam Palata a'zosi Jim Banks 21-iyun kuni so'z qilib, Amerika universitetlaridagi 118 Kunzi institutidan 104ning 2022-yilgacha taqalganligini yoki taqilish oldida turayotganligini, ammo Xitoy Kompartiyasi Birlik Sap bo'limining yanada Xitoyning Amerika universitetlaridagi ta'sirini kuchaytirishga urinib kelayotganligini bildirgan. U yana Amerika Davlat Majlisi va yerlik hukumatni Xitoy tahdididan ogoh bo'lishga chaqirgan. Jim Banks Amerikadagi an'ana fondida qilgan so'zida Xitoyning Amerika oliy ma'rifiga davomli ta'sir ko'rsatishdan voz kechmaganligini bildirib mundaq degan. Kunzi instituti Xitoy hukumatining chet ellarga ta'sir ko'rsatish strategiyasining bir qismi. Hozir 118 Kunzi institutidan 104 taqaldi. Ammo Xitoy buninglik bilan payldan yanmadi. Belki Kunzi institutining programmalarini boshqacha atab Amerika oliy maktablarini qoyil qildi. Amerika tadqiqotchilar jamiyatining dokladida qaraganda, Kunzi instituti taqalgandan keyinmi Xitoy hukumati Amerikaning oliy ma'rifiga ta'sir ko'rsatishga va singib kirishga davomli urinib kelmoqda. Jim Banks so'zining oxirida Amerika hukumati va har qaysi oliy maktablarni ogohlantirib, Xitoy hukumatining xilma-xil chiroyli ilmiy nomlar bilan Amerikaning oliy ma'rifiga buzg'unchilik qilishdan hushyor bo'lishga chaqirgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.